Ishonavering, qo'lingiz qaltiramasdan normalniy o'ynay olasiz. To'ralasharigingiz nogiron bo'lgan taqdirda ham bitta o'zingiz ancha-muncha narsani hal qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana hozir o'zim ham xuddi shunaqangi vaziyatdaman. Ya'ni ikkita jijime sherigim ham bitta odamni o'zi janini achitib qo'ydi. Aksiga olib, qo'limda ham normalniy оружие yo'q. Bittagina pistoletim bor xolos, lekin shunda ham duxni bermaymiz. Mana o'sha ikkita somsamiz ham tayyor. Endi ham xato qilishga haqqimiz yo'q. Ko'rib turganinglarda sheriklarimning miyasiga yangilik oldim, lekin hali kilashlarim tugagani yo'q. Oradan 5 minut o'tar o'tmas yana 3 ta shayton belga qarshi qolib ketdim. Endi ularga tepadan hujum qilyapman. Mana go'shimiz tayyor. Endi shunchaki sheriklari kelishini poylab turamiz. Mana sizlarga o'tadil kilash. O'rgan olmanglar yana. Yangigan Fortaga ona. Gapini eshityapsizlarmi? Sheriklarim o'lib ketsa ham ursam bo'lib qo'yaveradi. G'ir jijimani o'zi. Azimov o'rigi. Omar aka mash bola qattiq o'ynayotgan. Qani endi sherigini ham ko'ramiz nima qilarkin. Ha yo'q, buni soms ekan. 4 to'qim bilan betini ko'tiga yopishtirib qo'ydim. Bu somsa bu ham faqat menga otdi o'zi ham. Sheriklarimni po'xti ham joni ketgani yo'q. Yo, onayni bolasi nima bu? Qiz bola urib qo'yaptimi? Shu bular qanday uryapti? Sheriklarim ham hayron, chunki uchalamiz ham 3 tadan het turib bitta o'zi janimizni achitib qo'ydi. Va endi sherigimni ko'tarib turib cho'chag'a bor qizga push qilamiz deb turgan paytimizda yotib o'tar safsab betimizni belimizga ekib qo'ydi. Hayotimizni maksimalni ezyapti o'zi ham. Eslatib o'taman, eng ishonchli akonsoda albatta diktator Minisel, chilkalari Bioda. Bu safar top bir nasib qilmagan ekan. Keyingi safar yaxshiroq harakat qilamiz. Shuning uchun ham bitta like bilan podpishkaga kalla qo'yib ketishni unutmang. Oldindan hammalarga rahmat.